Assalomu alaykum. Mana bugun Hilol Med klinikasida bemorimiz haqida, davo natijalari haqida gaplashamiz. Men Esanturdiyev Mirsaid, nevropatolog vrachman. Bugun bemorimiz Shahobiddinova Nilufar opa 1980-yilda tug'ilgan, Toshkent shahar Sergeli tumanida. Bu bemorimizda birlamchi tashxisi kelganda o'tkir miolopoliradikulanevrit tashxisi bilan bemorni qabul qilib olganmiz va shu asosida lichenalar boshlangan. Kelganda asosiy shikoyatlari bularda o'ng va chap oyoqda, ikkala oyoqda ham deyarli harakat cheklanishi, o'ziga o'zi xizmat ko'rsatishga qiynalish holatlarida va qo'shimcha siydik tutilish holatlari ham bo'lgan. Chunki buni aytishga majburmiz kasallik mos kelishi uchun. Bemorimizda asosan bu holat 2025-yil 20-mayda ertalab soat shu 4-5 atrofida shu oyoqlarda, birinchi chap oyoqda uyushish, jimirlash, harakat cheklanishi bilan boshlangan va yarim soat 40 minut atrofida keyin o'ng oyoqqa ham bu holat o'tib harakat cheklanib qolgan to'liq. Keyin bemorimiz o'sha tez tibbiy yordam brigadasini chaqirgan va ularni keyin shifoxonaga olib borilgan va u yerda Guillain-Barré tashxisi bilan davolangan. Keyin ularda qisman natija bo'lgan, chap oyoqlarda harakat qisman tiklangan, o'ng oyoqda harakat cheklanib qolgan, siydik tutilishi yana qaytadan boshlangan va bizga murojaat qilib keldi va kasalliklarda shu miolopoliradikulanevrit tashxisini qo'yib davolandik. Mana bugun 12-kunlari bemorni uyiga davo muolajalarini davom ettirgan holatda javob beryapmiz va bemorni o'zini yana xulosalarini olamiz. Mana Nilufar opa, shu o'zingizda qanday boshlangan, qanday davom etganligi haqida bir gapirib bersangiz. 20-may kuni yaxshi turdim erta bilan. Nimagadir yarim soat, 1 soatlar ichida oyog'imda uvishish boshlandi, chap oyog'imda. Yarim soat o'tgandan keyin ikkinchi oyog'im ham, o'ng oyog'im ham o'zimga bo'ysunmay qoldi. Ikkalasi ham umuman ishlamay qoldi. Shu bilan keyin tez yordam chaqirdik. Tez yordamda shifoxonaga borib yotqizishdi. Yo'qda 10 kun davolanib yana chiqib, yana uyga kelgandan keyin yana siydik tutilishi bo'ldi, muammolar bo'ldi. Keyin yana bu klinikaga keldik. Hilol Med klinikasiga murojaat qilib keldik. Instagramdan ko'rib keldik. Kelganimda ahvolim og'ir edi. Oyoqlarimni qimillata olmasdim, o'tira olmasdim. 12 kun muolaja oldik. Xudoga shukr, hozir ancha yaxshiman. Oyoqlarimni ancha ko'tarib, o'zim o'tirib, hozir kateterlarimni ham olib qo'yishdi. O'zim mustaqil chiqyapman hojatga ham. Xudoga shukr, ancha yengil bo'lib qoldim. Oyoqlarimda ham harakatlarim bor hozir. Bemorda bu holat o'zi qo'shimcha turli xil sabablari juda ko'p. Infeksiyalar, viruslar, har xil infeksion allergik holatlar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Temperaturali shaklda yuzaga keladi. Bemorda aynan nimadan keyin paydo bo'lganini hech qanday hodisaga bog'lay olmayapti. Bu simptomlar to'lqinsimon kechadi. Ya'ni qanaqa degani bu, o'sha lichena davomida bir yaxshi bo'lib qoladi bemor, keyin mana uyga borganimdan keyin yana shu simptom qaytalandi deyapti. Endi shunaqa yana o'sha nervlarda ozgina atroflarda yallig'lanish prosessi bilan kechganligi uchun ba'zan yana atiyok bo'ladi, yana harakat cheklanib qoladi, yana eski holatga qaytib qolib, mana shuni yana yaxshilanib, mana shu boshida diagnozni aniqlab olib, mana shu davomida lichenani to'g'ri diagnoz qo'yib, lichenani yaxshi olib borilsa, bemorda asorat qolmaydi, natija ham tezroq bo'ladi. Xudo xolasa bemorga Alloh shifo bersin, tezroq tuzalib ketishini so'rab qolamiz, xudo xolasa. Rahmat, sizlarga ham kattakon rahmat. Bularda o'tkir davri bo'lganligi uchun bemorga qo'shimcha muolajalar qilinmaydi, ya'ni fizioterapiyalar, igla terapiyalar, massaj mumkin emas. Negaki proses jarayonini kuchaytirib qo'yiladi. Shuning uchun boshida shu 1 oy davomida bemorga faqat davo muolajalari, dori-darmonlar bilan lichena olib boriladi. Keyin 1 oylardan keyin bemalol massaj, fizioterapiya muolajalari, igla terapiya muolajalarini o'tkazish mumkin, reabilitatsiyalar. Bu kasallikning sababi boya aytganimizdek, yuqorida aytib o'tganimdek, bularda infeksion allergik, virusli, bakterialni turli xil travmalardan keyin shakllanib qolishi mumkin. Boya temperatura bilan beradi, temperaturasi shaklda o'tadi.
O'shandan keyin shu nervlarda o'tkazuvchanliklarida shamollash, yallig'lanish jarayonlari bo'ladi, harakat cheklanib qoladi. Bunaqa holatda endi asosan birinchi mana o'zlari ham aytib o'tdi, oyoqlarda jimirlash, uvishish bilan kechdi. Juda tezlik bilan kechadi jarayon, chunki nervlarda yuqori qarab tezlikda harakatlanib, mana chap oyoqda boshlangan o'ngga tezlikda yarim soat 40 minut ichida o'tib ketgan. Endi bunaqa holatda to'g'ridan to'g'ri tez tibbiy yordam chaqirib, o'sha davlat klinikalar olib borib, o'sha intensiv nevrologiya bo'limida qarash kerak, chunki bu kasallikda qo'rqadigan tarafimiz nafas yo'llari mushaklariga, keyin diafragma mushaklarigacha yetib boradigan bo'lsa, nafas olishda qiynalib qolishi mumkin yoki bulbarni yuqoriga harakat juda ham tez harakat qilib ketganligi uchun nafas olishlarda muammo bo'lishi uchun, shuning uchun bularni birlamchi o'sha intensiv nevrologiya bo'limida olib borilib, tekshiruvlardan o'tib, diagnostika qilib ko'rsatish shart bo'lgan. Bunaqa payti обязательно tez tibbiy yordam chaqiriladi. Keyin qolgan diagnostikani shu nevropatolog shifokorlar qo'shimcha konsuling qilib diagnostika qilinadi. Bularni diagnozini o'sha ustozlarimiz professorlar bilan diagnostika qilib, diagnozni tasdiqlab, mielopolradikular nevrit tashxisi bilan davom muolajalarni olib boramiz va bu hali davom etadi lechena. Qayta lechenalar olib, shu bilan asoratsiz tuzatishga harakat qilamiz inshaalloh, Xudo xolasa yaxshi. Davom muolajalar endi organizm individual xususiyatiga qarab, ya'ni u degani bemorni immun sistemasi qanchalik o'zlashtiradi, organizm qanchalik shuni o'zlashtirib yaxshi bo'lib ketadi, shunga qarab. Shu 2-3 kurs bo'lishi mumkin yoki birinchi kursda o'zida shu lechena davomida yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Bu organizm individual xususiyatiga qarab belgilanadi. Uni aytib. Farzandlarim keyin Instagram orqali bu klinikani topishdi. Qizim asosan topib, bular bilan bog'lanishdi, telefon qilib, bular kelinglar, o'zimiz anaqa qilamiz, qaraymiz deyishdi. Keyin kelib shu yerda doktorlari juda ham yaxshi ekan. Mana Mirsayev bizni yaxshi qabul qilib oldilar. O'zlari birinchi kundan ko'rib, 2 mahal, 3 mahaldan, hattoki dam olish kunlari ham kelib mendan xabar oldilar. Baraka topsinlar, Xudoga shukr. Ancha yaxshiman hozir. Shu yerga kelganimdan xursandman. Xudo xolasa yana shu yerlarda yana 2-3 oydan keyin yana lechena olib ketaman, Xudo xolasa. Mesestralarim hammasi yaxshi, bir-biridan shirin so'z, ovqatlari ham yaxshi, hammasi vaqti-vaqtida. Agar sizda xuddi mana shunday holatlar, harakat cheklanishida bunday holatlar bo'ladigan bo'lsa, quyidagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin.